Assalomu alaykum aziz obunachilar, Nusrat kanalidan shaddiy kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. Mana ko'rib turgan joylarda mana shu ustamiz G'olibjon polni noldan urishigacha urib berdik. Bir qator polni ketgan rasxodlari, usta pullari, qancha ob'yomda presslari bilan adishib tushuntirib harakat qilamiz. Alloh xotirlancha. Bundan oldin bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. G'olibjon usta, yaxshimisiz? Mana bu joylarni bir chekkadan tushuntirsak. Necha xona uy tushdi? 6 xona uyimiz bor. Bittasi oshxona, bittasi mehmonxona, xonalar. Ikkita saunzeli bor, Ikkita sanuzelimiz bor. Bitta 7 ga 3,5 xona, 4,5 3,5 xona, 4 ga 3, 4 ga 3, 4 ga 3, 4 ga 3 ta xona. Bitta 5,5 ga 3,5 oshxonamiz bor. Aylanamiz necha metr endi bitonda? O'sha koridorlari bilan 108 metr. 108 metr aylanasi ekan. Endi bunimizni betonlarimiz nechiga necha quyildi, razmerlari va anaqalarni. Padoshkamiz 60 ga 40 quyildi. Tepasi ham 60 ga 40 lentishimiz. Shunaqa. Kolonnalarimiz 20 ta kolonna chiqarganmiz. Bitta sement, sektor shulardan. Общий 1000 metr armatura kelganmiz 12 lik. Ketgan bo'lsa 500 metr armatura ketdi padoshkaga. Qolgani tepa lentishning nimalariga ketadi? Kolonna, sismalarga kam olib kelinadi. Betonimiz 8 tonna sementimiz ketdi. 8 tonna temir, shag'alimiz necha? Shag'alimiz 3 ga emas. 3 ga emas. Usta, mana shag'alimiz. Shakar opa yo shakar olib ketdi. Hop. Sementlar qanchadan olindi? 680 so'mdan. 680 so'mdan. Kelib tushishi bilan. Kelib tushishi bilan 680 so'mdan. Endi usta pulimiz buni narx-navosi padoji bu tepasiga chiqquncha qancha bo'ldi? Padoji bilan lentishning betonimiz o'zi 18 million 360 ming so'm pul bo'ldi. Usta haqimiz 1 metri shunda 170 ming bo'ldimi? 170 mingdan. 170 mingdan hisoblandi. Endi gazabloylarimiz, gazabloylarimizni bir qator aytib o'tsangiz. Gazabloyimiz 1829 ta gazabloy ketdi, donasi 7 ming so'mdan urildi. Urildi. Qanchadan olindi? Olingani 16,5 ming so'mdan olindi. 16,5 ming so'm kelib tushishi bilan. Kilolar addenimi yo ichidan? 500 kilo kiley bilan keldi, undan tashqari yana 1 tonna kiley ketdi. Aha, 500 kilo kiley bilan keldi, yana 1 tonna qo'shimcha kiley ketgan. Chunki ozroq beradi, bunga yetmaydi kiley. Bilasizlar. Endi usta pulimiz buniki qancha bo'ldi? G'ishimizni urib olishimiz. G'ishimiz 12 million oshiq, 13 million chemta. 13 million atrofida bo'ldi aziz qadrdonlar. Endi bu xonalar bir qator sizlarga ko'rsatib obzor qilsak, mana kirishda birinchi xonamiz. Razmerlarini aytib o'tsangiz. 7,5 ga 3,5. 7,5 ga 3,5. Bu xonalarimizni ko'ryapsizlar, hammasiga mana dimoxodlar qo'yilgan aziz obunachilar. Uni hech qachon esdan chiqarmanglar. G'ish urdirayotganda dimoxodlarni qo'yib ketasizlar. Keyin koridorimiz bor ekan bu yerda kirishda. 2 metrga koridor, bu yerda yopilgandan keyin azizlar, bu mehmonlar uchun adden tashqariga va ichkariga kirilmaydigan bo'ladi. Bu yerda Spalni bor ekan bitta. 4,5 ga 3,5. 4,5 ga 3,5 spalni. Ana saunzeli ichida azizlar, buning ham saunzelga ham dimoxodlar qo'yilgan mana. Ichki tomonda saunzelar, portishkalar, ikkitadan dimoxod, bittasini pechka uchun, bittasini havo uchun ishlasa bo'laveradi. Va kirganimizda mana koridor 2 metrlik va 2 metrlik koridor va bitta yana yotoqxona. 4 ga 3 xona. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, har bitta xonaga ikkitadan dimoxod qo'yilgan. Bu xonamiz ham 4 ga 3 dimoxodlar qo'yilgan, yoriq tushish uchun ko'ryapsizlar. Romga deraza qo'yib ketilgan. Bu yerda ham bitta 4 ga 3 xonamiz aziz qadrdonlar. Bekilatda sanuzel bo'ladi. Bu yerda bu yoq bekilarkan, gipsakarton bilan xudo xolasa bekilib saunzel bo'ladi. Va bitta oshxona adashamasam. Oshxona. Mana bu yerda oshxonamiz. Oshxonaga ham Bu yerda mana kiradigan xot bor, u yerdan tashqari yozda kirib. ikkita xoti bor ekan azizlar, lestnitsa bo'lib. Ichkaridan ham tashqaridan ikkitadan xot qilingan ekan aziz qadrdonlar. Mana ko'raverasizlar, hammasi shotki. Mana aziz obunachilar, tepadan ko'rinishi mehmonxona, spalni, orqa tomonda bitta ko'rayotgan bo'lsanglar, saunzel, o'rta koridor va yana bitta, ikkita, 3 ta, bu bilan 4 ta, yo'da bitta, 5 ta, 6 ta yotoqxona bo'lyapti. O'xshi, mana bitta, ikkita,
3 ta, 4 ta, 5 6 ta xona bo'lyapti aziz qadrdonlar. Bu tepadan ko'rinishi, razmerlarini bo'lasa aytib o'tdik. Keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasiga xonalarga bitta pechka uchun, bitta havo uchun dimoxodlar qo'yilgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta pechka, bitta anaqaga. Imkoni boricha shu uy solayotganlarda havo uchun dimoxodlar qo'yib ketinglar. Ko'p obyektlarda ko'ramiz, ustalar dimoxod qo'yib ketmaydi havo uchun. Keyin u uy ichidan akfa deraza, shuvoq remont qilingan dim, havo aylanmaydigan, shunaqa hidi kelib turadigan bo'lib qoladi, chunki dim bo'lib qoladi. Havo aylanmaydi. Bo'lsa shunaqa qilinglar. Mana bu joyni ham polni noldan ko'tarib shu holatgacha keldik. Endi seysmik alomnasiga kelish olmadik narxini. Endi mana shu yerdan bu yerga to'xtatamiz. Endi nasib qilsa boshqa ustalar qilib beradi. Shunaqa uy qurish xizmatlari bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Andijon viloyati Izboskan bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Obzor yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kanaldan yiroqlashmanglar.